Ya'ni har biriga 200 grammdan hisob bo'lyapti, hurmatli obunachilar. 200 grammdan bo'lganda bu qo'zilarimizga, ya'ni ona sutini o'rnini bosuvchi narsa bu makkani drobilkadan o'tkazilgan jarayon. Ya'ni har biriga где-то bir 1 kilo, 1,5 kilodan hisob qilib bersangiz bo'laveradi. Bo'ladi aka. Har bir inson uy sharoitida qo'y boqadi. Bu qo'ydan qanday qilib daromad qilish kerak? 3 oylik qo'zni boqib, 4 oyda semirtirish siri qanday deysizmi? Mana shu videoda ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asilbek o'z kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, bugungi video roligimizda ko'pchilikning talablariga binoan 3 oylik, 3,5 oylik qo'zni boqib, 4 oyda semirtirish sirini siz obunachilarimizni ga yoritib berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvadorlarga mana shunday qo'zilarni olib boqmoqchi bo'lib yurgan aka-ukalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek biz videolarimizni boshladik. Bugungi videoligimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti, ya'ni Deutex'li oldidan. Ko'pchilik o'ylanadi, Asilbek 3 oylik, 4 oylik qo'zilarni 4 oyda semirtirsa bo'ladimi degan savollarga bugun mana shu video rolik orqali javob topishlaring mumkin azizlar. Bu qo'zilarni ko'pchilik aytadi, orqaga qaytadi, minusga ketadi, semirmaydi, o'g'nalmaydi deydi. Buni siri oddiy azizlar. Sizlar mana shu videoni ko'ringlar, sizlarga men zo'r qilib yoritib berishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib qo'zilarimizga, ya'ni ona sutini o'rnini bosuvchi narsa bu makkani drobilkadan o'tkazilgan jarayon. Ya'ni jo'jalarga berayotganlar bor. Bu holatda o'sha qo'zini organizmiga juda ham foydasi katta, sababi hazm bo'lish tezlashadi. Buni maydalab bersangiz va o'g'nalishi tezlashadi. Mana shu qo'zilarimiz uchun, ya'ni bu yerda hozir 15 bosh qo'zi qo'chqorimiz bor. 15 bosh qo'zi qo'chqorimizga 3 kilo, mana ko'rishlaring mumkin, 3 kilo 554 gram, 554 gram paqiri, 3 kilo makkamizni solamiz, hurmatli obunachilar. Aka soling-da. Ya'ni har biriga 200 grammdan hisob bo'lyapti, hurmatli obunachilar. 200 grammdan bo'lganda bu qo'zlarimizga ertalabki rejimi bu. Va bu makkani foydasi eng kuchli tomoni qo'zilarimizni tez semirishiga va ona sutini o'rnini bosishiga yordam beruvchi bu yemimiz bo'ladi. Qo'zini yemi o'zi asosan mana shu makkani o'zi ham yetadi. Va obedda beriladigan yem ratsionini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek qo'zilarimiz уже 15 bosh qo'zimiz hozirgi tashagan 200 grammlik makkamiz 3 kiloni yeb bo'ldi. Va bu narsani yeb bo'lgandan keyin beriladigan yemimiz nima? Ya'ni qo'zilarga hozirgi paytda qonini to'q tutish uchun beriladigan yemimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni o'timizni. Olib keling aka. Qo'zilar qonni mana ko'rishlaring mumkin, tevadan ham qo'zilar qonni chiqib zo'r tursa, qonni to'yib tursa, asosiysi o'g'nalishni kuchayaveradi. Bu qo'zilarni 4 oyda o'zi tayyor qilib qassobga berish jarayoni boshlab yuborsalar ham bo'laveradi. Mana bu hurmatli obunachilar, yer yong'oq poyani maxsus drobilkadan o'tkazilgan jarayoni. Bu mana qo'zilarimizga juda ham yeyishiga zo'r qilib qo'yilgan, mana qaranglar bu jarayon. Taygada o'zi tozalab berib qo'yadi. Tashlang aka. Har biriga где-то bir 1 kilo, 1,5 kilodan hisob qilib bersangiz bo'laveradi. Bo'ladi aka. Bo'ladi. Yayib qo'ying. Mana hurmatli obunachilar, bu qo'zlarimiz o'zi makkani yegandan keyin siz berishingiz mumkin somon, sho'rxa, kepak va mana bunga o'xshagan yer yong'oq poya. Ya'ni buni ham o'zi foydasi juda ham kuchli, buni ham yem vazifasini ham bajaraveradi. Sababi yog'i borligi hisobiga qo'zilarimizni qonini to'q tutadigan ajoyib o'tlarimizdan biri. Va bundan tashqari bizga Toshkentdan mehmonimiz kelganlar, ya'ni Muhammad akamiz bu qo'zilarimizni 4 oyda semirtirish siri nimadaligini ana shu akamiz bildirib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asilbek aka, yaxshimisiz? Charchyapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qo'ylaringizni ko'rib juda ham bir havas qiladi odam. Hammamizdagi har bir xonadonga xuddi shunaqa qo'ylarimizdan eng kamida 5 ta nasib qilsin, ilohim. Aka aytganingiz. Nasib qilsin deb yozib qo'yishsin kommentariyada, albatta. Gap yo'q aka. Ilohim nasib qilsin. Xo'p, aka,
bizi qo'ylarimizdagi ozuqasini berganimizdan keyin uni organizmga singdirishimiz kerak, to'g'rimi? Organizmga singdirish uchun bizga nima yordam beradi? Miostage preparatimiz yordam beradi. Mana ushbu preparatimizni bu sehrli preparat emas. Bu oqsil preparatimiz, tabiiy oqsillardan iborat bo'lgan preparatimiz. Preparatni qo'ylarimizni bu yoqdagi soniga jo'nattiramiz, go'sht qismiga yoki bo'yinni go'sht qismiga yuboramiz. Bu preparatimiz nimaga yordam beradi? Ushbu preparatimizni yeb turgan ozuqasini tarkibidagi vitaminlar, uglevodlar, minerallar va barcha umuman olganda mikro va makro elementlarni singdirib berishga yordam beradi va o'shani hisobiga hayvonlarimizning organizmida o'sish jarayoni ketadi, rivojlanish jarayoni ketadi, semirish jarayonlari ketadi va bu preparat shu narsaga yordam beradi. Demak, bilamizki 6 oy, 7 oy biz boqadigan qo'ylarimizni 4 oyda yetishtirib tayyor qilib bo'lamiz. Va agarda biz qo'ylarimizni qushxonaga olib boradigan bo'lsak, u yerda go'shtlarimizni o'zingiz ko'rib, hamda go'shtlarni tatib ko'rsangiz, aka, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q aka, tanjoningiz sog' bo'lsin. Muhammad aka, men ko'pchilik obunachilarimiz qiziqadi-da. Aslbek qanday qilib 3 oylik, 4 oylik qo'zini 4 oyda semirtirish mumkin deyiladi. O'zi aslini olganda bu qo'zilarimizni 6 oyga yetganda uje so'yishga ruxsat beriladi. 6 oylik 1 yosh bo'ladi. Uje 1 yoshda uje tayyorlash imkoniyati bor desam, ishonmaydi. Mana shu obunachilarimizga tavsiyangizni bitta berib o'tsangiz aka. Tavsiya qilishdan oldin siz bitta dona preparatni olib ko'rasiz. Ushbu preparat 5 ta qo'yimizdan 10 ta qo'yga yetadi. Mana shu qo'zlarimizga hozir 10 tasiga yetadi aka. Bu qo'zlarimizga 10 tasiga yetadi. Nimagaki 6 oygacha bo'lgan qo'zlarimizga biz 1 ml inyeksiya amalga oshiramiz. Demak, bilamizki, bitta flakonimizda 10 ml bo'ladi. 10 tasiga yetadi. Agarda 6 oydan o'tgan bo'lsa, 2 ml inyeksiya amalga oshiriladi. Agarda siz hali hamon ishonmayotgan bo'lsangiz, bitta dona bo'lsa ham olib, bitta qo'yingizga qilib ko'ring-da, uni ishtahasidan siz bilib olasiz. Ya'ni endi buni ishtahasi shu darajada ochilib ketadiki, aka, uni ishtahasini ko'rib siz o'zingiz ham ishtahangiz ochilib ketadi-da. Gap, hurmatli obunachilar, mana qo'zilarni bitta ko'rib baho beringlar, yeyishini qaranglar janavorlar. Juda ham holatda idealniy darajadagi qo'zilar va sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz bu, to'g'risi hurmatli obunachilar, reklama deb yo boshqa deb o'ylamanglar. Kommentariyada juda ham ko'p shunaqa savollar, negativlar kelyapti. Bu reklama emas, hurmatli obunachilar. Bu tavsiya. Bu tavsiya. Sizlar obunachilarimizni misol qancha tez daromadga kirsalaring, qancha foydani zo'r qilsalaring, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Biz tavsiya beramiz, sizlar amal qilish qilmaslik u o'zingizlardan to'ppa-to'g'ri juda ko'p kelib tushadigan savollar. Aslbek, qo'ylarimni ishtahasi yo'q. Qo'ylarim yeb turganini o'ziga singdirmayapti. Ichi ketib qolyapti. Bo'kib qolyapti degan juda ko'p savollar kelib tushadi hamda o'sha kommentariyada yozishadi. Biz Miostage preparatini tavsiya qilishimizdan sababi bu preparatni olgandan so'ng birinchi o'rinda ishtaha ochiladi. Ishtaha ochilgandan so'ng uni ovqatni hazm qilish jarayoni faollashadi. Demak, biz bilamizki, yeb turgan ozuqasini tezroq hazm qilib beradi. Va o'shani hisobiga tezroq o'sish ketadi. Hamda vitaminlari yetib boradi joy-joyiga. Tushunarli. Muhammad aka, keyin yana bir narsa aytdingiz, hozir video syomkadan oldin qo'zilarda aslovni dumbasiga bu dorimiz ta'siri boshqacha bo'ladi. Albatta. Endi so'rashligisi mumkin-da, o'zi nimadan bizni bilamiz? Birinchi o'rinda ishtahasidan bilamiz. Keyingi jarayon o'sishidan bilamiz va eng avvalambor dumbadan. Nimagaki biz o'zbeklar dumbali ovqatlar yaxshi ko'ramiz. Birinchi o'rinda mana shu dumbasi bor, dumba solishni boshlaydi-da. Birinchi inyeksiyani o'zidayoq siz bilib ko'rsangiz bo'ladi, chunki ko'ziga tashlanadi bu narsa. Bu jarayonni siz o'zingizni ko'zingizni oldida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bilinadi. To'g'risi, hurmatli obunachilar, men bitta narsaga men o'zim guvoh bo'ldim, o'zim uyimda sinadim. Ya'ni bitta echki olgan edik, 1 litr ham, 1 litr sut berardi. O'sha inyeksiyani qilganimizdan keyin bir marta qildik xolos. O'z kelishingiz bilan ham aytdim bu narsani.
Endi buni keyingi videolarga chiqarmoqchimiz. O'zi chiqarmoqchimiz, uni natijasini ham ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, albatta. Bu yaxshi tomonga natija bo'lgan. Xudo xolasa, bu dorimizni butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarda amalga oshirib beriladi va eng asosiysi har bir shahar tumanlarda aptekalarda bor. Albatta, bemalol Telegramga kirib, Miosta H bot deb terishsa agar, o'zlari istiqomat qiladigan viloyat hamda tumanlarni topib, joylashuvi hamda telefon raqamlarini olsalar bo'ladi aptekalarni. Bu juda ham qulay deb o'ylaymiz. Hamma joyda bir xil narx. Bir xil standart narx. Agarda kanalimizdan olsalar, yo'q, bir xil narxda bo'ladi. Demak, biz kompaniyada ham 120 mingdan sotamiz, hamda aptekalardan 120 mingga xarid qilsalar bo'ladi. 120 ming bu qimmat deyishligingiz mumkin, lekin agarda biz qo'y soniga chaqadigan bo'lsak, 12 ming so'mdan 24 ming so'mgacha aylanadi. Agar bir oyga chaqadigan bo'lsak, u 500 so'm, 1000 so'mga ham bormaydi-da. To'g'ri. Agar bundoq hisob-kitob qiladigan bo'lsak. Endi haqiqiy, misol tezroq daromad oshiraman deganlarga tavsiya bersak, arziydigan narsa. Miosta H preparatini agarda kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, mana shu dorimizni zakaz berishlari mumkin. 1 donami, 2 donami, 10 donami. Agarda mana shu dorini misol vet aptekalar bo'lsa, hamkorlikka ham chaqiriladi albatta. Albatta. Bemalol telefon qilishsa, biz 24/7 javob berishga tayyormiz bu narsaga. Hamda bizda Telegram kanalimizda misol uchun juda ko'p akalarimizni veterinardan qiynalishadi-da. Bizning Telegram kanalimizda chatimiz bor. Ushbu chatga kirib, misol uchun muammolarni yozishsa, 100 dan ortiq veterinar xodimlarimiz bor. Butun respublika bo'yicha juda ham bir malakali veterinarlarimiz va biz 5 daqiqaning ichida javob beradi. Veterinarlarimiz juda bir anaqada, ko'zga qon to'lgan, bir shiddatli deydi-ku. Shunaqa bo'lgan hisobiga demak 5 daqiqada javob bera olishadi. Boshqa qandaydir savollar bo'lsa ham veterinar sohasida murojaatlar qilishsa bo'ladi. Bemalol. Gap yo'q ama. Muhammad aka, tanjoningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, qo'zi boqish biznesini boshlayman deganlar bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz va albatta mana shu dorimizni zakaz berib, butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Miosta H sog'lom yechimlar. Sog'lom yechimlar. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga eng kerakli va chiroyli videolarni chiqarishdan aslo to'xtamaymiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admin Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlar chorvasiga doimo baraka tilaymiz. Omon bo'ling azizlar.